Assalomu alaykum qadrdonlar, dehqon akalar, dehqon bobolar. Piyoz selga, ekaydigan selga. Bu kapelniga ekadi. Bunisi agat qilib ekadi. Suv qo'ysa bo'ladi agatidan. 70 likda ustiga tur qator eka. Bunisi kapelniga ekadi. Pachka selga ekishlari garrandi, zo'r. 5 xato ekadi. Yerda yaxshi, urug'da yaxshi tonsiz bo'ldi, muammosiz, bez xato. Zakon ekadi dehqon akalar. Mana xizmat bo'lsa aloqada. Qayer bo'lsa borib ekaveramiz. 94 lik kodi bilan 505 99 92 nomerga chiqsangiz bo'ldi. Ekishi garrandi, muammosiz, vakuumli. Umuman muammo yo'q, chotkilab eka. Bu kapelniga. Ariq yo'q. Bunisida ariq bo'ladi. Uni kapelni qilsa ham bo'ladi, unga ham. Lekin ariqdan suv qo'yadiganlar unga ekadi. Bu kapelni uchun moslangan. Yangi selga muammosiz chotkiga. Bez xato, umuman xato degan narsa yo'q. Ekishiga garantiya. Ekishi zo'r akalar. Xizmat bo'lsa aloqada. Sog' bo'ling.